Alo. Ha? Hozir chiqdim ishdan, 1 soatda boraman. Xo'p. Mani Adolat bahorda kutyapti. Lekin hozir kirib kelayotganimdan xabar yo'q. 1 soatda boraman deganman. Qani 1 soat davomida kutish jarayonida nima qilar ekan, kuzatamiz. Tak. Shunday o'tiribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahor kafesiga xush kelibsiz. 11-stolni band qilganmiz. Ayolim o'tiribdi. Bitta gul bilan bitta shirinlik olib berasizlar, lekin mandanligini aytmaysizlar. Gapirish mumkin emas. Qabul qilar ekan. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Bahor kafesiga xush kelibsiz. Buni orqa stoldan bir erkak sizga berib oladi. Kerak emas, aytib qo'ying, damini olsin. Adolat. Voy, Voy, shunaqamisan ey? Yaxshilar. voy sizmidingiz? Bunlar hazillashib bo'lmas ekan ey. Nima siz menga ishonmaysizmi? Men nafas hammani oldida. Yo, men-ku senga ishonaman. Hazillashdim, hamma narsani otib bir narsalar qilishading-ku. Bilaman, qo'lingda o'zingning borligini. Mana. Men keyingi safar endi men shunaqa qilaman. Hazillarimiz davom etadi, lekin meni hazilimdaqa javob qaytmaydi.